Demak, bizlar birinchi variantning 13-savolini yechimini qilamiz. Xo'sh, 7 darajasida 16 qo'shilgan 7 darajasida 14 yig'inida nechta natural bo'luvchi bor deyapti. 7 darajasida qo'shilgan darajasi. Biz bu yerda umumiy ko'paytirish uchun olib chiqishimiz kerak. Ko'paytirish darajasi kichik bo'ladi. 7 darajasi 14 kichikda qoldi. 14 tasi ketdi, qoldi, ya'ni kvadrat qoldi. Uning joyida 1 qoldi. 7 darajasida 10 qovusgacha hisoblasak 50 bo'ladi. 50 ni tub ko'paytuvchiga ajratib olsak, hosil bo'ladi. 5 ning ko'paygan hosil bo'ladi. Endi bir bor. Endi ko'paytuvchiga ajratib oldik. Natural bo'luvchilar sonini so'raymiz. Natural bo'luvchilari sonini topish uchun berilgan sonni tub ko'paytuvchiga ajratib bo'lgandan keyin darajalariga 1 qo'shib ko'paytirib qo'yardik. 14 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan. Javobimiz 10 ta bo'lar ekan. Javob